Assalomu alaykum barchaga. Uzun sochimni olaman deb yurgandim. Mana shu ahvolga kelib ketgandi. Birinchi o'rinda sochimni yuvib oldim. Toza bo'lgandan keyin ho'l holida tepa qismini kaltartirib boshladim. Oson bo'lmadi tepa qismlarini olish ham. Oynaga chappa ko'rinar ekan, shuning uchun sal qiynaldi odam. Kanalimiz rivoji uchun like, podpiska bo'lishni unutmaymiz. Podpiskada bo'lib kommentariyalarni yondiramiz. Menga yaqindan yordam bergan hamsoyam Suyinbekka rahmat aytaman. Tepa qismini kaltartirib bo'lib, keyin yon qismlarini mashinka orqali nasatkalarini qo'yib, birin-ketin kaltartirib oldim. Yon qismlarni ham kaltartirish oson bo'lmadi, to'g'risini aytsam, ancha qiyin bo'ldi. Birinchi marta bo'lgani uchunmi? Ajralib qolgan joylarni arra qaychi bilan shu tariqa qisqartirib oldim. Orqa qismini ko'ra olmasam ham, qo'lim bilan chama-chut qilib, shu tariqa kaltartirib oldim. Ko'rmadim, his qilib. Pastki qismlarni yanada kaltaroq pasaytirib bordim. Kantovkam to'g'rilaganimcha, birinchi taraf to'g'rilaganimcha, mana shu tarafni juda qisqa qilib tashladim, chunki oynada noto'g'ri ko'rindi birinchidan, shuning uchun ham qisqa bo'lib ketdi juda. Keyin majbur bo'ldim ikkala tarafda ham ingichkaroq qilishga. Lekin yomon chiqmadi, chunki sal kaltartirib tashladim, pastchasini chiroyli bo'ldi. Orqa qismini ko'ra olmaganligim sababli Suyinbek yordam berdi. Bu kantovkamning orqa qismlariga ham chiroyli qilib tekislab qo'ydi. Yana bir marta sochimni yuvib tashladik, chunki qil bo'lib ketdi hammacha, qillarni ketkizib, mana ko'rib turibsiz, quritib oldik. Uzumni olgan sochim o'zimga yoqdi, orqalari ham chiroyli chiqdi. Ko'rib turganingizdek, hammasi yaxshi, tepalari mana kalta bo'ldi, bir xil bo'ldi. O'zim xohlaganimdek, Suyinbekka rahmat bu yaqindan yordam bergani uchun. Like, podpiska bo'lamiz, podpiskada bo'lamiz.